أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan tafsirni uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, bugun Allohning fazl inoyati bilan Yunus surasininki 5 kelib to'xtab qolgan edik. Shuning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin Uygur tercümesi. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım ben. Elif, Lam, Ra.
Bu hikmetli kitap, yani Kur'an ayetlerdir. İnsanların biriga, yani Muhammed Aleyhisselam'a insanlar, yani kapırlarını Allah'ın azabından agahlandırgan, müminlerge Perverdigarının dargahida kılgan yaxşı ameller üçün yuqori o'ringa erishganligi bilan xush xabar bergan deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kapırlar bu hakikaten aşkar sehrgardir dedi. Şübihisiz ki sizlerinin perverdigarınla Allah'tır. O asmanlarını, ziminni 6 günde yarattı. Andın erş üstüde özüge layık ravişte karar aldı. Allah halayıkның işlerini öz hikmetiga muvafık idare qilib turdi. Qiyomat kuni har qanday shafaat qilguvchi oldi bilan Allohning iznini oladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Va'z nasihat olmamsizlar. Qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Allohning va'dasi haqdir. Shubhisizki maxluqotni dastlabda Alloh yaratgan, ularni halok qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildirdi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh quyoshni nur cho'chquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Alloh ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydali uchun yaratdi. Alloh oyatlarini qudrati ilohini biladigan va uning hikmatini fikr qiladigan qavm uchun tafsiliy bayon qiladi. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida Alloh osmonda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Xo'sh, Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yunus suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isimlerine başlayayım ben. O zat olsa Rahman ve Rahim boğan zat. Bütün mahlukatlara, insan, can canavarlar, kurt kongoz, bütün mahlukatlara rahim kıladigan. Rahim, xossaten al-mahirette ko'ngil arzusi loyiq rohat bo'lgan jannatlar bilan mo'minlarga rahim qiladigan mushundoq zotning ismlaridan boshlayman demoqchi. Bu oyat 109 oyatdan bu sura 109 oyat. Bu surenin e, bu sure Mekkilik, yani hicretten burun nazil olgan demek. Bu ayet asasen akid İslami'ninki etrafdarak aylandı. İslam akideleri, İslam'ın noktalıq, negizlik meseleleri üstüdarak aylanıyordu bu ayetin umum mezmunu. Mesela Allah'a iman keltiriş, kitaplara iman keltiriş, kutubu semaviye mesela onun maksat. Ve barlık peygamberleriniz iman keltiriş ve onun başka ahiret iman keltiriş. Yani hesap, nisap, ceza, mukafat, haşr, neşr, hepsi iman keltiriş. Hatta muşun üstüdarak bunun da bu muşun da ayrıldı bu ayet bu sureninki mezmunu. Ve bil ahas
Kur'an-ı Kerim hakkında. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim mucize halide. Hem en nemininki bu kitaplarının en tügencisi ta ila yevmul kıyametlik devam kıladigan mucize bir halide. Boğaç hususen Kur'an-ı Kerim hakkında yapacıdı. Elif lam ra. Allahu alemu bi muradi. Bu eee, bu hem bu ayetin bu kelimelerin maksadını Allah üzbek biladi. Yani bu yine yukarıda ütüp ketken mesela. Elif, lam, mim, zalikel kitab la rayba fih, elif, lam, ra, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Degendek sure Bakara ve sure Ali İmran'ın başında yukarıda kısa ütüp ketken. Bunun hemsi nime degende bu Arap müşrikleri ve şularının isim boğan pusaha ve bulaga, pasahat balagatlarının ki katı başları şularning o'ziga bir tahaddi qilib nochosan bu Qur'oni Karim sen so'zlayotgan kelime va shu kelime sen ninki kelimalar olsa mana mush harfning o'zidan qo'llandi nochosan sanmu mush shu Qur'oni Karim yoki Qur'oni Karim emas bir net sura alal aqal bir sura bo'lsinmi bu yolg'ondan bo'lsa keltirib boqmamsa degenge bir tahaddi, bir meydan hazırlaştın ibaret. Şununla bunu ime şunu okturdu bu. Qağını hamde Allahu alemu bi muradi. Bazı mufassirler her xil bunun nim qılğanlar ba. Maksat nim deydi Allah, tayin verir Allah. Lekin buna biz nim deymiz? Allahu alemu bi muradi dijital çeklerimiz. Tilke ayatul kitabil hakim. سبق الكلام ألف لام را سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بو ألف لام را bu haqda yuqoridacho Sur Baqarning avvalida bu huruf muqattaa to'g'ridacho gap so'z tushunch idohatlar yuqorida o'tdi. Shundan kifoyalimiz va istaganlar ixtiyor qillar shuning murojaat qilish bo'ladi. هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده. Bu olsa naytı puxta hechqandaq oldi keynidan botil kelib qolmaydigan va hechqandaq bir oyatdan birsi shu taarruz tanaquz kelib qolmaydigan muhkam kitobning oyatlariki Alloh uni puxta qildi va uni shu o'zining bandalariga bayon qilib bergan kitobning oyatidir bu. أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله ويبشر الذين آمنوا بالله ورسوله أن لهم أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه عليهم قال المنكرون إن محمدا ساحر وما جاء به سحر ظاهر البطلان. Bizden Kur'an-ı Kerim bilen vehini o insanların içinden çıkan bir kimnin üzüge vehini düşündürüşümüz insanlarına ait bir kızkarlık, hayret kapkağıdak, şaşırgıdak, mayna bir işim bu. Hayran kalarlık işim bu. Ki o şu insanlarını Allah'ın azabından agahlandırış için şu insanların için çıkan bir kimge bu Kur'an-ı Kerim'den vehini bizim düşügelikimiz nait bu hayran kalarlık işim bu. Ve bu recil olsa, bu kişi olsa Allah'ın Resuluğa iman keltügellerge ula üçüncü dünyada kıygan yaxşı əmilinin muqabilida
güzel ecir ve mükafatlarının bolduğalığı hakkında hoş haber beriş için çögelligimiz, bu Kur'an-ı Kerim'in çögelligimiz ulağın naiti pek hayran kılarlık işin bu. Ulağa, ulağa demek hayran kamusun buna da demek de. Ulağa Resulullah Aleyhisselam Allah'ın vahiysini ep geldi ve ulağa o vahyin jo tilavet okup berdi. Bu cöhüt tuzkur kapırla munkirullah şuna dedi ki çukum Muhammed sihirger onun epkegini onun bozukluğu batıllığı up uçuk sihirden başka emas değişik başladı. İnne rabbekumullahu lezi evcedes semavati vel arda fi sitteti eyyamin ثم استوى أي على وارتفع على الأرش استواء يليق بجلاله وعظمته يدبر أمور خلقه لا يضاده في قضائه أحد ولا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة فاعبدوا الله ربكم المتصف بهذه الصفات وأخلصوا له العبادة أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج Çukum. Sizning parvardigarыңlar olan Allah osmonlarni va zaminni 6 kun yaratdi. Anından keyin arsh ustida o'ziga loyiq ravishda o'rin oldi. O'zining kattaligi, o'zining adomatligiga, buyukligiga loyiq ravishda arsh ustida o'rin oldi. Nima uchun? O'zining maxluqotlarining ish kuchlarini tadbir qilish uchun. Qarshi turolmaydi bu zotga, bu zotningki hukm qilishida hech qanday bir kishi qarshi turolmaydi. La yudaddu. Dadda yudaddu. Aslisi yudadidu. Yudadidu. Pil mechul kesmi yani yudaddu. Ma'lum kesm yudaddu. Mechul kesm yudaddu. Bu ikisi fark yok. İlla bundan idgamni pekki qilgandan keyin idgamni yechgandan keyin anandan keyin ikkisiga farq ayrıladi. Ma'lum o'qisaqmi yudaddu deyildi. Mechul qandim yudaddu. Lekin buniki idgamni pek qanda ma'lum o'qisak yudadidu. Ma'lum mechul qanda yudadadu. İdgam bo'lgandan keyin yudaddu deymiz. La yudadduhu fi qadaihi ahadun. Bu zatninki hükümü jarayonida bir ishga hukm qilgan bo'lsa, buningga hech bir kuch qarshi turolmaydi. Va bu zatning huzurida qiyomat kuni u zatninki shafaat huquqini izni olmay turib hech qanday bir shafaatchi shafaat qilolmaydi. Unda ho'gat sizlarniki musbatlar bilan sifatlangan parvardigoringning o'ziga qo'lchilik qilaman va mushu zotning o'ziga qulchilikni o'ngchi qilinglar. Sizlar mushu oyat va hujjat dalil pokitlar bilan pand nasihat va ibrat dars olmamsizlar. إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعا وهذا وعد الله الحق هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت فيوجده حيا كهيئته الأولى ليجزي من صدق الله ورسوله وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل والذين جاهدوا وحدانية الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ولهم عذاب موجئ بسبب كفرهم وضلالهم. Fakat sizlerning parvardigoringiz tarafidan qiyomat kuni umuman mushzatlar bil qaytish va bas. Sizlarning birda bir panolanadigan qaytgan joyinglar faqat sizlarning parvardigoringlar.
Bu olsa Allah'ın hak vaadisidir. O Allah deslide mahlukatlarını yaratkan zat. Anıldığı keyin bu zat olsa bu mahlukatlarını ölgenden keyin qayta Onu burun haltı koşuş tirik bunu barlıkka keledi. Nima uchun? Allah'ın Resulü ishongan ve yaxshi amal qilganning o'ziga adl adolat bilan eng yaxshi mukofot bersin uchun. Allah'ınki birligiga Allah tanıgan, Allah'ın birlik tanıgan, Allah'ın peygamberinin peygamber ekanligi tanıgan, jo'tlik qilgan, tuzkorlik qilgan, osiylik qilgan, bular uchunchi nayti qattiq qaynagan suv bor. Ularning suv istisa, ichadigan suyimiz shu. Nayti yuqori darajada buningki qaynoq darajasi eng yuqori darajalik qaynoq suv bor. Bu suv olsa yüzlerini kavap qilib o'tadi. Üçölerini par üzüp taşıyacağın su. Maynak su var. Ular üçüncü, ular küfrü ve ular kafir oğanlık ve ular azgın doğanlık sebep bilen nait kakşatkuç bir azap var. الله هو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدر القمر منازل فبالشمس تعرف الأيام وبالقمر تعرف الشهور والأعوام ما خلق الله تعالى الشمس والقمر إلا لحكمة عظيمة ودلالة على كمال قدرة الله وعلمه يبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداء الخلق. والله صنع برزاتك كن nur qilib nima kunni diyo diyo shu qilib yaratdi. Oyni nur qilib yaratdi. Diyo nur. Diyo bu bir narsaniki diyo bilan nur ikkisini farqi qaysi deganda diyo o'z zotida bor. Nur o'z zotida bor. Nur o'zi yo'q boshqalardan olgan. Xuddi qilish kunnizi kunvoyaga qo'yib qo'ysa shundoq paqirib ketadi. Qilishning o'zi bir qop-qora temir o'smi. Paritilgan, nima qilgan, paqiraydigan bir temir. Ama onunki nur nereden keldi? Kun nuridan keldi. Anşış ayning o'zimi ay bir taş ama onun nuri nereden keldi? Kun nuridan keldi. Diya bilan nur farqash. Diya o'dinki nur o'z zotidan, o'z o'zidan. Başka bir yerden kelgan yo'q. Nur boshqalar tarafidan, boshqa tarafdan qo'l kelgan. Nur deydi. Mana kunni diyo nayt o'z tabiatidan paqiraydigan qildi. Oyni nur qildi. Ayga bir qancha buruj, manzil, o'rinlarni bekitdi. Kun bilan kunlarni tuniladi. Kecha va kunduzning olmishlarni agar olmish bermasa, o biroz odamni kalisiga qancha soat qarasimi, chisla, binas qarasimi xalallik edidi-da. Kecha va kunduz qadam olmish bergandan keyin qancha kun bo'ldi, kunduz qancha bo'ldi, kecha qancha bo'ldi, necha kun o'tdi, umum to'plama o biroz aniq bo'ldi. Kun bilan oylarni tuniladi. Kunlan quyoshlan ya'ni kunlarni tuniladi. Oylancho oylarni va yillarni tuniladi. Alloh subhanahu va taolo kun va oyning o'zini katta bir buyuk hikmatning jahdilla yaratdi. Bekar qolmadi. Va o'zininki qudratninki mukammal ekanligini va o'zining ilmininki mukammal ekanligiga bir dalil va dalolat qilib yaratdi buni. Bu qanday qiladi bu? Biroz hikmatni, maxluqotlarni ijod qilib, paydo qilishda maxluqotlarni mushu koinot ziminiga, mushu olamga yoritishdiki Alloh subhanahu taoloning hikmatni bilalaydigan xalq uchun bir hujjat va dalil faktlarni
bayan kılıdı bu. Allah subhanahu Taala'nın bu ay gün ve bunun başka nurgun burjlarını, nurgunca planetlarını yaratış maksız bu. إن في تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداء ونظام لأدلة وحججا واضحة لقوم يخشون عقاب الله وسخطه وعذابه. Çokum keçkünüzün ki kadem kadem almış da Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan osmon va zimindagi yaratgan narsalarning o'zida ajoyib g'aroyib maxluqotlardan va u ikkisining ichidagi barliq narsalarning o'zicha nemidan u ajoyib bir yaratish va ajoyib shundoq sistemlik intizomliq puxta mushundoq yaratilgan mushu narsalarning o'zicha Elbette Allah'ın azabı, gazibi ve cezasının korkuduğun muşunda halk için röşen delil pakit ve hüccetler var. Hoş. Hem de ayet-i kerimde biz balaği taraflarına bir kata köz gütmüş. Bu ayet-i kerime tasvir degandek asasen İslam aqidasininki yıldızlık meseleler üstüdarak to'xtalib etadi. Allah iman keltirish, barliq kutubi samaviy iman keltirish va barliq payg'ambarlarga iman keltirish va uningdan boshqa jannat, do'zax, hashr, nashr bu degandek islom aqidasining yıldızliq masalalari ustidaroq to'xtalib o'tadi. Va bizzat Qur'oni Karim ustida. Chunki Qur'oni Karim mu'jizal xolida bo'g'ashqa. Buni boshqacharoq yana buni uchun ko'ngil bilib boshqacharoq buni bayon qilib o'tadi. Am آه، تلك آية الكتاب الحكيم بو حكيم بو صيغة مبالغة فعيل وزده حكيم فعيل بو مفعول من ده يعني اسم مفعول أحكم يحكم دنشو إحكام فهو محكم وذاك محكم محكم قدام اسم مفعول نايتي puxta qilingan puxta qilingan deganlikni o'zi uning oldi keyindan hech qandaqcho botil uning uchun fasodlik kelmaydigan uni oldi keyindan uni hech qandaq yolg'on va tanaquzlik uni yetmaydigan har qandaq kuch otarman chaparman zolim bo'lsinmi buni ko'ydirman otaman buni ko'mman va hokazo deb buni supurib tashlataman desimu oqibatda o'zi yengilib o'zi supurilib tarix sahifasidan o'zi o'chib vayron bo'ladigan ammo mush kitobning o'zi yanala shundoq mash'al kabi parlab butun olam shumul o'ziniki hikmat ilohini qanot yaydiradigan mushundoq bir kitob bu hech qanday bir kuch buninggacha buning qarta buning zidida harakat qilib yengolmaydigan aksicha yengiladigan tarixda bir necha qator bir necha ratmi o'tdi hatto yaqin zamonimizdami alloh subhana taoloning inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafidun degan oyat karimning ro'yi banan biz bu qur'oni karimni zikr maqsad qur'oni karimni biz tushadik yana biz chuqur bu qur'oni karimni ishki va tashqi dushman suiqasd qiladigan buni ta'tir sabta ta'tir maydon tutadigan ta'tir sap tutadigan bu qur'oni karimni dumbisini qiladigan buning qushish qushlarni sharri zarridan biz yana biz muhofazat qilamiz degan alloh subhana taoloning bu va'dasiga binoan bu kitob bo'lsin shunaqa hakim kitobki ya'ni muhkam buni hech qanday buzuqchilik kelmaydigan va bunga hech qanday kizb va tanaquz va halallik va ayvaj bo'lmaydigan mujna bir kitob hakim deganlik bu fail sig'is kelgan ammo maf'ul mansi muhkam manda
Ee, hoş. Ben bu أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. Bunun da bu ayetlerin şunun sebebi İbn Abbas radıyallahu anh'ın deyişçe Allah subhanahu teala Resulullah aleyhisselatü vesselam'a peygamber kılıp evetken çağda bu Mekke küffarları, Mekke müşrikleri inkar kılış başladı. Tak tukki her kıl sözleşik başladı. Dedi nime de bu Allah subhanahu teala Allah yani o kafirin sözümde. Allah bunu peygamber nime kılıştın peygamber kılıştın bir hacet ko. Peygamber nime hacet bunu hacet yok ko. Dep. Eee Bu berip beni berip Allah subhanahu wa ta'ala peygamber kılman depmiş. Ebu Talip'in kimi yetimmiş şunu teptim o. Degen çağılda Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? Ekâne linnâsi aceben en evhînâ ila raculun minhum. Bu ayet nazil oldu. Bundan hayran kılatan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne? Bula peygamber kılıp övsem, başlarından bula etişip turanmay. Bunun qarta mışındaq har xil jülevatamdo, bular har hayran kılvatamdo dep Allah subhanahu taala bu ayet nazil kıldı. Ayetinin nazil oluşunun sebebi bu. En enzirin nase ve beşşirillezine. En enzir ve beşşir. Bu ikisinin arası çoğu tibak ve. Tibak. Önce kitap kettik bunun. Onun başka enne lehum kademe sidqin inde rabbihim. Ula üçüncü kademe sidqin inde rabbihim. Perverdigarının huzurda nimba nad yuqru urumba. Kademe sıdkın. Bunun için kademe sıdk bu menzilet-i rafi' yuqur makan, makan-ı rafi'a inde rabbihim. Perverdigarının huzurunda katta bir makam mensep var. Yuqur urumba ya ki. Mertuva demekçi bu. Kademe sıdkı dediğimiz kelime bu mekanıl mermuk, mekanıl murtepi' muşnunun kinaya. Çünkü kadem bilen bir narsa ilgirleş, bir narsaga vaqtida berish va kadem bilen putlan yugurib berib nishonga yetish bo'ladi-da. Aloqa shu hamda. Qandaki masalan ne'matni o'zini qo'lda patladi. Chunki u ne'mat qo'ldan birilgachga. Şu alaqının cəhdidən bu nim boldu qadama sıdqın degan bu makanul murtafi' yoki makanul marmuq degandan kinoya oldu. Yebda'ul halqa sümme yu'idu. Bunun üzümünün ba tibahwa. Yebda'u yu'idu. Şunda. Hoş. Dersimizin devamı King saat doludu. Müşmek failimiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.